Ona, yaxshiyam baxtingga qizing bor ekan. Biz o'g'illaring juda bemehr bo'ldik. Kundagar 100 bora chaqirsang bizni, oyda bir bor arang yoningga keldik. Ona, yaxshiyam baxtingga qizing bor ekan. Goho u aytganda holingni so'rdik. Yaxshiman desang, yaxshi-da deya yotib qolsanggina yoningga keldik. Ona, yaxshiyam baxtingga qizing bor ekan. Uning mehri hech ham ado bo'lmaydi. Yuzingdan o'pgan, goh oyog'ing bosgan, mehmonga kelgandek o'zi tinmaydi. Ko'zimga yosh keldi. Uyalib ketdim. Sen uchun vaqt topib suhbat qurmabman. Xotinning ko'ngliga qarabman-u, lek nima yeysiz ona deb so'rab qo'ymabman.